Nima qilyapsiz unda opa? Klinikada svet yo'q, isib o'layapman, shuning uchun mashinaga chiqib konditsioner yoqib o'tiribman. Bitta savol sizga. Ayollarda nimaga spiral bo'lsa ham homilador bo'lib qoladi? O qiziq savol. Bunaqa hodisalar, ya'ni klinik holatlar juda ham ko'p uchraydi. Aslida o'zi spiral bachadonning ichini bo'shlig'ini bekitib turadi va shuni hisobiga hamda o'zidan ajratib turadigan ba'zi bir spirallar gormonlarning hisobiga endometriy qavati o'smaydi, spermatozoidlar o'tmaydi yoki kamdan kam holatlarda paydo bo'lgan homilani bachadon ichiga yopishtirishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin ba'zi bir holatlarda, ayniqsa spiral noto'g'ri joylashganda, spiral siljiganda yoki bachadoni hajmi spiralga nisbatan kattalashganda homila joylashib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun bachadonchi vositasi bor ayollarga 100% spiral saqlaydi degan xulosa bo'lmasligi uchun har 6 oyda tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilardim. Chunki 80-90% holatlarda aynan bachadonchi vositasi spiral siljiganda homiladorlik kuzatilishi. Savolingizga javob oldingiz degan umiddaman.